24-mart dushanba kuni Isroil bo'ylab yana sirenalar ovozi yangradi. Isroil ahli sarosimada qoldi. Isroil harbiylari dushanba kuni Yamandan uchirilgan bir nechta raketalarni Isroil osmonida tutib olganini ma'lum qildi. Quddus va Tel Avivda portlashlar eshitilgan, sirenalar yangragan. Isroil G'azo bo'ylab hujumlarni qayta boshlagach, Yaman xususiylari ham Isroilga bir necha bor ballistik raketalar uchirdi. Bu haqida guruh harbiy voizi Yahyo Sari televideniye orqali bayonotlar berib bordi. Bu safargi hujumni xusiylar o'z zimmasiga olgani yo'q. Isroil armiyasining ma'lum qilishicha, raketalar G'azo sektoridan uchirilgan. Ikkita raketa dushanba kuni kechqurun Isroil hududiga o'tib, sirenalarni ishga tushirgandan so'ng tutib olingan. Jarohatlanganlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Falastindagi Islomiy jihod jangari guruhining harbiy qo'li Al-Qudus brigadalari mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Isroil tomon berilayotgan havo hujumlari deyarli talofat yetkaza olmayapti. Ularni Isroil harbiy havo kuchlari tutib olishga erishmoqda. Faqatgina hujum tufayli ishga tushib ketayotgan sirenalar ovozi xalqni sarosimada ushlab turibdi. Ular pana joy qidirib, har tarafga yugurayotgani kadrlarga tushib qolmoqda. Isroil G'azoni bombardimon qilar ekan, AQSh ham Yamanga hujumlar uyushtirmoqda. Husiylar AQSh kompaniyasiga javoban Isroilni nishonga olgan hujumlarni kuchaytirishga va'da berdi. Isroil Hamas bilan urushni boshlaganidan buyon husiylar ular bilan birdam ekanligini aytib keladi. Shu vaqtga qadar husiylar AQShning 100 dan ortiq kemalariga hujum uyushtirdi. Hujumlar global savdoni to'xtatib qo'ydi va AQSh armiyasini raketalarni tutib olish uchun qimmat kampaniya boshlashga undadi. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring, yoshlar ovozida qoling.